Azizlarim, ko'ryapsizlar, dokument qo'limda. Telefonimda isbotlari bor. 150% dokument zo'r. Kommentariyani negativ bilan bulg'ash shart emas. Azizlarim, mana endi xizmatni boshladik. 5 sotik, 16 xonadan iborat azizlar, plus kuxnyasi bor, plus hammomi bor. Endi ana ularga o'xshatmasdan sizlarga yengil ko'rsatib davom etamiz. O'zimning mehribonlarim, qaranglar, juda ham shinam tushgan bu uyimiz. Mana bu kuxnyamiz bo'lyapti. Uyga kirishdan oldin sizlarga hovlidagi nimalarni ko'rsatib dedim. Mana bu sanuzimiz bo'lyapti, ya'ni hammo. Keyingisi azizlarim, hojatxona hammaga keraklik. Azizlar, mana uyimizni ichki qismini qaranglar, bir o'zingizlar e'tibor beringlar. Mana 2 qavatdan iborat azizlar. Birinchi qavatimizda 8 ta xona, tevada 8 ta xona bo'lyapti. Yengil sizlarga xonalar bilan tanishtiramiz. Mashallah degan uyimiz bugungi kunda sizlar uchun sotuvda azizlarim. Xonalarni ko'rsatishdan oldin sizlarga pulini aytib o'rgim keldi, chunki juda ham arzon puli. Bu ko'rib turgan hashamatli, juda ham chiroyli uyimiz sizlar uchun zo'r narx qo'ydik. $137,000 yana tushib beradi. $137,000 zo'r kami bor deb qo'ysa ham bo'laveradi. Bu bitta xonamiz, ko'rib turganlaringizdek, bu yerda pechka bor. Mana xonani ham isitib beradigan. 2 ta xonani isitib beraveradi. Ketdik, davom etamiz. Uyimiz jinni qarovsiz qolgan. Mana bunaqa changlar, bunga e'tibor bermaysizlar. Xudo xolasa olgan odam kelib, yirtib oladi buni qilishda. Mana koridorga baho beringlar. Natijali patologlar bo'lgan. Mana eshiklarni qaranglar, rossiyskiy eshiklar. Mashallah azizlar, bu sizlarga birinchi xonamiz bo'lyapti. Qaranglar, remontlari zo'r. Azizlar, bu yana bitta xonamiz bo'lyapti. Bu yerda lampochkamiz kuyib qolgan ekan. Uni ham aytib sanamaysizlar. Kelsanglar, xudo xolasa akamiz qo'linglardan yetalab yurib ko'rsatadi. Ketdik, davom etamiz sizlar bilan. Mana eshiklarga bir e'tibor beringlar. Hali odam yashab ulgurmagan azizlarim. Bu yerda ham lampochka yo'q ekan azizlarim. O'zimning mehribonlarim, bu esa uzun futbolni zal ekan. Patologlarga e'tibor beringlar. Polniy remontlari zo'r ekan. Keliblar yashasanglar bo'laveradigan sharoitda. Sizlar hamma xonalarni ko'rsatsam juda ham xonalari ko'p ekan. Zerikib ketasizlar. 7 minut, 8 minut ketadi. Bu ham bitta xonamiz, pechkasi bor. O nari xonamizga o'xshab 2 xonani isitib beradigan. Qaranglar azizlar, mana bu ham bitta mehmonxona bo'lyapti. Mana sizlarga biz postoyanniy xizmatda ko'rsatishda azizlarim. Azizlar, mana ikkinchi qavatimizga ham chiqib oldinglar. Qaranglar, bu ham bitta xonamiz. Pastdagi xonalarni qanday ko'rgan bo'lsanglar, ular ham ikkinchi qavatda ham xuddi tashna xonalar. Mo ham uzun bitta zal ekan, mo ham zal ekan. Nariga ham zal. Azizlarim, kelsanglar, o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Remontlari yaxshi holatda. Men yurishimga o'zingizlar bir qaranglar. Juda ham bir ikki qavat uy olaman degan akalarim qaranglar. Kelib o'zingizlar ko'raverasizlar. Pastda 8 ta, tevada 8 ta xona bo'lyapti. $137,000 ga sihat ucha olmaysizlarmi azizlarim? Voy, o'zimni boy akalarim, o'zimni shirin akalarim. Olmaysizlarmi shu uyda? Qayerga ketyapsan? Telefon nomerlarini yozib olmaysizlarmi? 0555 bilan 000656. Qaytaraman, 0555 bilan 000656. O'zim mehribonlarim, qaniydi o'zim pulim bo'lsa olib qo'yardim. Mashinamni sotsam ham yetmaydi-da pulim azizlarim. $137,000. Qarang, yana kami bor deyapti-da. Shunaqa chiroyli uy, lokatsiyami Qirg'iziston O'sh shahrida ko'p kutilmasdan sizlarga aytib o'radik. Kaleniy kolxoz, Bobolashkar hammalar bilasizlar. Azizlar, navigator bilan kelaman deydigan bo'lsanglar, Orzu ko'chasi 9-xonadon 5 sotik 16 xonadan iborat azizlarim. Bu yerda orientirlarimiz. Mana hammom, o'na. Hammomda oldida masjidimiz bor, bog'cha bor, maktab bor, magazinlar, mahalla juda ham faizli, qalin mahalla azizlar. Bu yerda quruq cheklarda o'zi qolmagan. Kaleniy kolxozni bilgan biladi, bilmagan kelib yashab ko'rsa biladi-da azizlarim. $137,000 ga shunaqa chiroyli bino azizlar, 2 qavat.